Allohning oldida nima deymiz? Ha, har bir inson o'ziga shu savolni berishlik kerak. Allohning oldida nima deyman? Allohga qanday javob beraman? Shu kunda bo'layotgan narsa ustida Allohga qanday javob bera olaman? Degan narsa har bir musulmonda har kunlik savol bo'lishi kerak. Bomdodda turdingiz yoki ertalab turdingiz, bomdodga o'qigandan keyin uxlagan bo'lsangiz, turganingizdan keyin men bugungi amalim bilan Allohga qanday javob bera olaman? Ya'ni bugun bir amal qilyapmanki, Allohga oldiga olib bora olamanmi shu amalimni? Degan narsa bo'lishi kerak. Har kunimizda. Yoki mana hozir kunimizda eng og'ir narsa nima? G'azzoliklarning boshidan o'tayotgan voqealar. Ya'ni G'azzo uchun nima qila olaman men bugun? Shu kunlarda men qanday yordam bera olaman G'azzo uchun? Ya'ni har bir musulmonning kallasida bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu. Mana kechagi yordam nimalari kirdi, mashinalari G'azzoga bir nechta furalarda. Subhanalloh, men o'zim xuddi o'zim shu narsa kelayotgan yordamlar meni o'zim kirgandek shuni xursand bo'lib ketdim men. Ya'ni ularda dardini oz bo'lsa ham his qilishligimiz kerak.